asragin hamisha hammamizni ya Rab. Duolarimizni avvalini oxirini doim shu iltijo bilan bo'ladi. Ha azizlar, o'zi asrasin. Lekin Alloh taolo aytarkan: "Ey bandam, asraganim senga aql berganim emasmi? Shu men bergan eng ulug' ne'matlardan biri bo'lgan aql bilan o'tdan suvdan o'zingni ehtiyot qilasan. Baland tomlardan o'zingni pastga tashamaysan. Xuddi shu aql bilan harakat qil, men yana senga barakat beray." Hazrati Umar raziyallohu anhuning xalifaligida bir qariya bilan bir yigitni olib kelishdi. Qariyani peshonasi yorilib qon oqib turardi, ko'zi ko'kargan. Bular kim dedilar Hazrati Umar? Mana bu o'g'li, bu otasini urib boshini yoribdi, ko'zini tayini ko'kartiribdi. Ey bola, otani urish gunohi azimligini bilmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Ya Amiral Mu'minin, aytayotgan Allohingiz kim? Nima u? Gunoh degan so'z nima? Men faqat poda boqishni, molga qarashni bilaman. Hazrat Umar taajjublanib otaga qaradi. O'g'lingga gunoh savobni tushuntirmaganmisan? Allohni bildirmaganmisan? Mol boqishni o'rgatibman, boshqa narsaga vaqt topolmaganman. Seni ham mol deb urib yuboribdi-da. Oldin o'rgat, oldin qarz ber, so'ng qarzni talab qil. Otada farzandni 3 ta buyuk haqqi bor. Yaxshi nom qo'yish, tarbiyat berish, balog'atga yetganda uylantirish yo uzatish. Nom qo'yib, nomga munosib tarbiyalash kerak. Doniyor deb qo'yiladi. Ilmi yor bo'lsin doim. Baxtiyor bo'lsin deb. Mana shu baxtiyor, doniyor, bahodir bo'lishlik uchun ota mehnat qil, o'qitgin, ilmli qilgin. Alhamdulillah, mustaqillik sababidan biz go'yo avval bir akvarium ichidagi baliqchalar bo'lsak, bu akvariumdan chiqib dengizga, ummonga kirdik. Yo'l hamma joyga ochildi. O'qishga, ilm o'rganishga, hunar o'rganishga juda katta imkoniyatlar ochildi. Ota, har qancha havas qilib, niyat qilib intilsang, toleyingga yetadigan zamonaga kelding. Kitob do'konlarida fan kitoblari bilan birgalikda diniy kitoblar turibdi. Qur'on tafsiridan va hadis tarjimalaridan har xil ulug' zotlarni o'git nasihatlaridan, dunyoviy ilmlardan qaysi kitob mana ol, o'qi, tushuntir, bildir, harakat qil. Niyatingga yetasan. Alloh taolo egam qariganda xor bo'lib qolishlikdan asriydi o'zingni harakating bilan. Baxt, saodatga yetkazadi o'zingni harakating bilan. Dunyoga kelib dunyo ishini qilayotganingda degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'lmaydigandek harakat qilgin. Oxirat ishini namoz o'qiyotganingda, ibodat qilayotganingda ertaga o'lib qolayotgandek ibodat qilgin. Dunyo ishini o'lmaydigandek harakat qilish, bu oxiriga mukammal yetkazish. O'limni eslab ibodat qilish, bu ibodatda rohati bo'ladi. Alloh aql bergan insonga va ruh bergan. Aqlga ilm kerak, ilm, ruhga iymon kerak,
qalbga. Qalbda iymon, aqlda ilm, mukammal inson. Ana shu mukammal insonlar yurtimizda, vatanimizda ko'paysin. Alloh taolo hammamizni qutbi dilimizni olsin. Zamonamizni tinch qilsin. Mana shu zamonani, istiqlolni qadriga yetib, Allohga shukr, hamd sanolar aytib o'tishlikni barchamizga nasib etsin.